Ko'pgina bemorlarimiz hozirgi kunda qabulimga kelib, xotiram negadir pasayyapti, diqqatlarimni yaxshi jamlay olmayapman, kitob o'qiganimda negadir oldingidek tushuna olmayapman, boshim go'yoki karaxt kabi shikoyatlar bilan kelishmoqda va birdaniga menga iltimos xotiram uchun dori yozib bering deb murojaat qilishmoqda. Keling, mana shu holatni tahlil qilib chiqamiz. Sizda ham shu holatlar bo'layotgan bo'lsa, aslo dori ichishga shoshilmang. Oldin bu holatni tahlil qilib, unga olib keladigan sabablarni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu holat bizning meditsinada, ya'ni nevrologiyada, inglizchada brain fog, o'zbekchada esa bu miya karaxtligi, miyaning tumanlashishi. Va bu holat miyadagi tizimning xotira, bilish va diqqat markazlarining sekinlashishi bilan namoyon bo'ladi. Va bu holat mutlaqo qaytuvchi holat hisoblanadi. Ya'ni siz hech qanaqa dorilarsiz, agar shu sababga yechim topadigan bo'lsangiz, albatta tezroq tuzalishingiz mumkin. Ya'ni xotirangiz tiklanishi mumkin. Keling, hozir mana shu brain fogga olib keladigan sabablarni ko'rib chiqamiz. Brain fogga olib keladigan birinchi sabab bu surunkali stress. Surunkali stress paytida organizmda kortizol miqdori, ya'ni stress gormoni oshib ketadi va mana shu gormon miyadagi prefrontal korteks deb ataladigan bilish markazini ishini sekinlashtiradi va natijada bosh miyada xuddiki karaxtlik holati yuzaga keladi. Ikkinchi sababga keladigan bo'lsak, bu ovqatlanish tizimining muammosi. Ya'ni agar siz tez hazm bo'lmaydigan, birdaniga tayyor bo'ladigan mahsulotlar hamda ovqatlanishingizda rejim bo'lmasa, hamda uyqudan oldin ovqatlanadigan bo'lsangiz, bu bir qancha organizmdagi metabolik o'zgarishlarga olib kelib, mana shu boshdagi brain fog holatini olib kelishi mumkin. Uchinchi holat bu uyquning bo'lmasligi yoki uyquning kam bo'lishi yoki-da uyqu rejimining bo'lmasligi. Agarda siz juda ham kam miqdorda uxlasangiz, ya'ni 8 soatdan kam 5-6 soat uxlasangiz, hamda umuman olganda uyqu bo'lmasa yoki uyqungizda rejim bo'lmasa, kech yotsangiz ham aynan mana shu uyqu biologik moddalari uyqu paytida ajralib chiqaradigan rejim, uyqu fazalari ishi to'xtab, sizda ertalab mana shu charchoq holati, miyangizda karaxt holati yuzaga kelishi mumkin. To'rtinchi sabablardan biri bu va keng tarqalgan sabablardan bu organizmda qo'shimcha yondosh kasalliklarning bo'lishi. Ya'ni bu bo'lishi mumkin qalqonsimon bez kasalliklari, gormonal disbalans hamda har xil moddalar yetishmovchiligi, ya'ni vitaminlar hamda minerallar yetishmovchiligi ham aynan mana shu brain fogga olib kelishi mumkin. Ayniqsa bu vitamin B gruppasi, vitamin B12 moddasi yetishmovchiligi miyalardagi sinapslar orasidagi aloqani buzadi hamda sekinlashishga olib kelishi mumkin. Va yana bir keng tarqalgan sabablardan biri bu organizmda qandli diabet kasalligi yoki insulina rezistentlik holatining bo'lishi. Ya'ni glyukoza nazoratining ortiqcha haddan tashqari ishlashi buzilishi natijasida miyada mana shunday brain fog holati yuzaga kelishi mumkin. Va bundan tashqari organizmda har xil surunkali yallig'lanishli kasalliklar yoki gripp hamda coviddan keyingi yallig'lanishli o'zgarishlar ham aynan mana shu miya karaxtligiga olib kelishi mumkin. Agar siz mana shu yuqorida aytib o'tilgan holatlarni bartaraf qilsangiz, bu holat o'z-o'zidan yo'qoladi hamda xotira uchun dori ichishingiz shart bo'lmaydi.